Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz mehmonlari hamda obunachilari. Kanalimizga xush kelibsiz. Siz bilan eng so'nggi sport yangiliklarini yetkazib beruvchi FIFA 90+ kanali. Armaniston mezbonligida o'tkazilayotgan Rivojlanish Kubogi U15 musobaqasida Ayder Kurbayev boshchiligidagi O'zbekiston terma jamoasi o'z ishtirokini boshladi. Musobaqa mezbonlariga qarshi maydonga tushgan hamyurtlarimiz 2-1 hisobida g'alaba qozondi. Dastlab armanistonliklar uchrashuvning 23-daqiqasida hisobni ochgan bo'lsa, 27-daqiqada Emmanuel Emongpayer hisobni tenglashtirdi. Ikkinchi bo'limni 58-daqiqasida Diyor O'ktamov gol urib, terma jamoani oldinga olib chiqdi. Qolgan daqiqalarda hisob o'zgarmadi va O'zbekiston U15 termasi musobaqadagi o'zini birinchi g'alabasini qo'lga kiritdi. Ayder Kurbayev boshchiligidagi terma jamoa 10-may kuni Latviya, 12-may kuni Gruziyaga qarshi maydonga tushadi.